O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 5 fevraldagi 2026 yilda hududlarda yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PKning 49-sonli qarori ijrosini Mingbuloq tumanida ta'minlash yuzasidan so'zni Mingbuloq tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi mudiri Jo'rabayev Zafarjon Toshpo'lat o'g'liga beriladi. Marhamat, Zafarjon Toshpo'lat o'g'li. Kambag'allik darajasini past darajaga olib chiqish islohotlarini olib boramiz. Bu albatta viloyatda, tumanda qolaversa, kichkina uzoq o'rtadagi uzoq chekka qishloqlarimizda o'z samarasini ko'rsatib qo'yadi. Xuddi o'sha qarorlardan yana bittasi qabul qilindi. 6 fevralda PK 49-sonli raisimizdan tashkil etildi. Hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu qaror bo'yicha ushbu qaror bilan hududlarda umumiy ko'rsatkichlar har va qaysi kriteriyalar bo'yicha baholanib, respublika miqyosida eng og'ir tumanning ichidan eng og'ir mahalla nimalar tanlab olindi. Xuddi shu 37 ta tumanning ichida bizning Mingbuloq tumanimiz ham qo'shildi. Shuningdek, o'sha tumanimizning ichida 40 ta mahallaning ichida 4 ta mahallamiz ham tanlab olindi. Uni aholiligi, o'sha ishsizlik darajasi, bandligi, daromadligi kelib chiqib, shu kriteriyalar o'rtasida baholandi. Ushbu qaror bilan Mingbuloq tumani bekilgan bo'ladi, tanlab olingan bo'lsa, tumandagi Yuvchidan ko'l, Yangi Gulbog', Beshkentli va Madiyavoy mahallalari og'ir toifalar sifatida tanlab olindi. Tumanda ixtisoslashuv, geografik joylashuv va boshqa infratuzilmaviy imkoniyatlardan kelib chiqib, solishtirma ustunlik yo'nalishlarini ishga solishga qaratilgan manzilli dastur va kompleks islohotlar dasturi ishlab chiqarildi. Shu tumanimiz og'ir tumanlar toifasida 37 ta tuman bo'ladigan bo'lsa, bu qaror bo'yicha har bir tumanga 50 milliarddan respublika byudjetidan, 10 milliard mahalliy byudjetdan, jami 60 milliarddan mablag' ajratiladi. Tuman va har bir mahallani iqlim sharoiti hamda ixtisoslaridan kelib chiqib, solishtirma ustunligi aniqlandi. Jumladan aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash orqali yashash sharoitini yaxshilash maqsadida tumandagi 5 ta mahalla Chorgana, Madaniyat, Ko'ksada, Tollik, Farovon hududlaridagi suv inshootlari hozirda yaroqsiz holatga kelgan, iste'moli misol o'sha hududida gradusida chekka hududigacha haroratni o'tkazayli hokimiyat tomonidan respublikamizda yuqori martabali mehmonlar kelganda ham eng katta masala suv masalasi qo'yildi. Suv masalada avvallari 8 ta mahallaga 24 kilometrga trassa tortildi. Endi inshootlarida muammo kelib chiqdi. Shu inshootlarni o'rganib, aholi so'rovnomasini o'tkazdi. Shu 5 ta mahallada inshoot yaroqsizligi aniqlangan bo'lsa, shu inshootning yaroqliligini ta'minlansa, suv yetkazib berish gradusi ortadi. Aholining ichimlik suvi ta'minoti bo'ladi. Buning uchun shu 60 milliardning mablag'idan 1 milliardni shu 5 ta nimaga 200 milliondan keltirib, shu suv inshooti yangisini xarid qilib o'rnatish ko'zda tutilmoqda. Buning natijasida 3012 ta xonadonda 12000 aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanishi ko'zda tutilmoqda. Mana shuningdek, tumandagi B129, Baliqchi, Mingbuloq, Nayman, Kungoy avtomobil yo'lini 18-62 kilometr oralig'idagi 38 kilometr
yildan beri harakat bo'lyapti. Shu Chordonada, shu Andijonda chegarasida toki katta 373 Qumnon yo'nalishida avtomobil yo'li bu. Bu Chordonadan shu Gulbog'dan o'tib katta o'sha Qo'qon-Toshkent yo'nalishiga bog'lanadigan to'liq 38 kilometr to'liq asfaltlanadigan. O'tgan xabarlarim bor, shu Gulbog'dan boshlanib haligi nimadagi to'g'rimi? Yoshlikdagi shu masjid, ya'ni qurilgan masjid oldigacha keldi. Uni ulab dars shu narigi yo'lgacha olib chiqish. To'liq o'sha. Buning uchun 39 milliard mablag' sarflanishi ko'zda tutilmoqda. Bu yo'l yangilanishini hisobiga yo'lni qirg'oqlariga tungi yoritish chirog'i o'rnatiladi. Sababi xabarlar bor tumanimizda. Tumanga ko'proq nima bo'ladi? U yoritish bo'lsa, o'zidan yo'l yoritiladi. 100 ta tungi yoritish chirog'i o'rnatish, shuningdek ikki yo'lni qirg'og'ida hozir mutaxassislar ham bo'lyapti, darslarga hisob bo'yicha 100 ta yo'l aniqlandi. Sabab bu yerda nima? Yo'l bo'yidagi savdo, servis va xizmat ko'rsatish ishlari bo'yicha 100 ta yo'l nimaga chiqariladi? 70 tasi kasavlarga chiqariladi, 30 tasi auksionga chiqariladi. Buning natijasida 120 to'g'ri ish bilan ta'minlanadi. Ob'yom 30.4 milliard so'm ob'yom hajmni ob'yom bajarildi. Qo'shimcha byudjetga 12 milliard so'm mablag' tushishi ko'zda tutilmoqda. Tumandagi 3-dasturimiz, 3-loyihamiz tumandagi D122 Jamashoy, Tegirmon, Navbahor, Buvayda Qo'qon avtomobil yo'lini 37 kilometrni asfaltlash joriy. Bu kichik Jamashoy. Ana kichik Jamashoydan boshlanadi. Kichik Jamashoyda Kalsoydan Amir Temurga o'tiladi. Amir Temur bilan Tegirmonga o'tib, Guliston orqali narigi Yozyovon haligi Qo'qon yo'nalishidagi katta trassada yo'llanadi. Bu bilan aholida mana transport qatnovini yaxshilansa, yo'lni bo'yida o'z-o'zidan xabarlaring bor. Yana savdo, xizmat ko'rsatish, servis xizmatlari rejalashtiriladi. Bunda ham auksionga 1,5 metr kvadrat, yer auksionga esa 2 kvadrat. Jami 40 ta yo'l bu yerda qo'yish ko'zda tutilgan. Buning natijasida 48 ta odam ish bilan ta'minlanadi. Ob'yom 9.1 milliardga ob'yom oshadi hamda byudjetga 500 million qo'shimcha daromad tushishi ko'zda tutilmoqda. 4-loyihamiz bo'lyapti. Tumandagi D113 Iskovat, Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Jamashoy, So'yibir A373 avtomobil yo'lini 14 kilometr qismini asfaltlash ishlari. Ya'ni mana Gultepa Kalsoy, Tegirmon bosh mahallasida shu Yozyovon trassaga borib ulanadi. Mana o'zlarining ishtiroklarida mana shu aytilayotgan hamma yo'llar necha yildan beri ko'tarilyapti. Mana shu Gultepada ham qanday ko'tarildi, qachon to'g'ri bo'ladi. Mahsulot shu yil ekan mana. O'sha yo'lni 14 kilometrni to'liq asfaltlash. Buning natijasida 70 ta yo'l chiqadi. Bu yerda fuqarolar qalin, tadbirkorlik bilan nisbatan ko'proq odam shug'ullangan. Shu bo'yicha 70 ta yo'l chiqadi. 84 ta odam ish bilan ta'minlanishi ko'zda tutilmoqda. 15 milliard ob'yom hajm, 800 million qo'shimcha byudjetga daromad ko'zda tutilmoqda. Sirdaryo daryosini Qirchek mahalla fuqarosidan o'tuvchi qismiga suv nasosi o'rnatish orqali Amir Temur MMTP hududidagi fermer xo'jaliklari hamda ijaraga olingan yer maydonlari va aholi tomorqasini suv ta'minotini yaxshilash. Bunda 1,2 milliard sarflanib, bir dona nasos o'rnatiladi. Bu nasosni ishlash uchun quyosh paneli sabab nasos o'rnayapti, uni ishlatishga ertaga to'lov muammo bo'ladi. Hammamizlar endi elektron yo'l. Bu loyihaga shunday kiritildi, quyosh paneli. Uni mahalla balansiga o'rnayapti. Uni daromadi ham o'sha mahallada. Sabab doim 24 soat ishlamaydi. Avvallari bor. Hali vegetativ davrida melioratsiya paytida suvni qo'shib ishlatiladi. Qolgan paytda daromadi shu mahallaga kiritiladi.
Keyingi loyihamiz K13 kollektoriga yana 2 dona suv nasosi o'rnatilib, 11. Ariqqa suv tashlashlovchilari Gulbog 2 va Gulbog 3 MTB hududida fermer xo'jaliklari hamda ijaraga olingan yer maydonlari aholi tomorqasi suv ta'minoti yaxshilanadi. Hozirlari gaplashdik bu bo'yicha. Bu yiliga muammo bo'ladi. Mana shu tuman o'rtasidan o'tadigan Oxunbobo kanalimizda grafik bor. Yildan yilga suv taqsimligi bo'lyapti. Tejamkor texnologiyaga o'tilyapti fermerlar tomonidan. Har bu vegetativ rosa keladigan paytda suv sathi daryoda tushib ketyapti. Iloji yo'q, bu yerda kutib turmaydi hosilonchilik. Mana o'shani hisobiga grafik bor tumanda. Bu hududda grafik muddatda 5 kun emas, 7 kun, 9 kun, 11 kunda bemalol o'sha ekanini sug'orib oladi. Bu qo'shimcha o'sha Gulbog 2, Gulbog 3 hududidagi fermerlar hamda tomorqa yer ekinlarni sug'orishga ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, eski damkor kollektoriga o'rnatilgan Eradin, Osimboy Eradin kanaliga bu yerga ham nasos o'rnatish ko'zda tutilmoqda. Buni natijasida Istiqbol va Farg'ona hududida fermer xo'jaliklariga olingan xo'jaliklar yerlari va ijaraga olingan yer maydonlari hamda aholining tomorqa ekinlarini sug'orish ko'zda tutilmoqda. Bitta nasos 150 kilovatli quyosh panel va bitta transformator o'rnatish. Bunga 700 million xarajat tutilmoqda. Buni natijasida o'sha aholi daromadligi ortadi. Tumandagi yuruvchi damkor mahalla hududida Zida qishloq hamda Manzil qishlog'ini bog'lovchi yo'lni asfaltlash 6,4 kilometrni asfaltlash uchun 3,5 milliard bu yerda ko'zda tutilmoqda. Bu qaysi? Shularni degandan o'tganda Zida qishlog'i ko'prigidan boshlanadi. Bilsanglar shu yerda karyer bo'ladi. Bu qumloqni sizlar yerlaringni nimasi? 50 gektar sozilganlar gaplashdik. Qumloq barham. Endi viloyat hokimimizdan aytilyapti, mablag'da bo'ldi endi tumanda ham bir qandaydir turizm yo'nalishida loyiha qilingan. O'sha shu narsa bo'lsa, brend bo'lsa Mingbuloq. Mana yo'lda hisobiga Mingbuloqdagi yetishtirilayotgan baliq norinda emas, Mingbuloqda sotiladi. Bu yo'nalish bo'yicha xabarlarni bor ko'pchilik biz bilmagan holatda pulga tushadi. Va aholini yashash tarzi oshgandan keyin o'ziga qarash, o'zini dam olish, o'sha narsalar ko'payadi yildan yilga. Bu yerda Barxanda juda katta proyekt qilinyapti bu yerda. Biz yo'li bilan sveti, suvini olib bersak, bu yerda qolgan qismini tadbirkorlar ko'rib chiqadi. Tadbirkorlarga qulaylik bersak, hozir biz bilgani shu. Bilmaganimiz bu yerda yo'l borsa, qancha o'zimiz bilmagan proyektlar bor. Shu narsani hokimam nimaga qo'yganlar? Muhokamaga qo'ydilar, xalq talablarini eshitdilar, bu bo'yicha mashina loyiha ko'zda tutilmoqda. Bunda ham shu 50 gektar hisobiga 10 ta, hozir million olganmiz. 10 ta yerda tadbirkor nima bo'ladi? 45 o'rinda 8 milliard avion topilsa 80 million, 800 million byudjetga qo'shimcha daromad belgilandi. Yana bitta nimamiz endi ikkinchi nimamiz agar so'zlab bersanglar, to'rtta mahallani o'sha istiqbollarni bir orada tanishtirib chiqib ketsa. Tumandagi yuruvchi damkor, Yangi Gulbog, Beserka, Madelov mahallalarida 12 milliard so'm, shundan 3 milliard bo'ladigan bo'lsa 2 milliard respublikada, 1 milliardni mahalliy byudjetdan, jami bitta mahallaga 3 milliarddan 12 milliard mablag' ko'zda tutilmoqda. Jumladan yuruvchi damkor mahallasiga bitta transformator o'rnatish, 3,6 kilometrga sit kabel tortish, 207 kilometrni asfaltlash, yuruvchi damkor Guliston qishlog'ida avtomobil 8 kilometr joriy